Mana Yerxo'lga keldik. Ana burgut tushi yurtdi. Alo. Vay, uyda turmasana bu adam. Shu bog' bo'ladi. Telefon tutmaydimi? Bog'. Bog'ga qarab chiqib ketyapman. Mana bu ish joyimiz, Samsung turgan joy. Mana bu o'ruklar. Bosh-boshdan qilibdi. Tasini kalaylash kerak ekan. Hop. Mana bu yong'oq. Mana daraxt. Daraxtlar. Yerxo'l bu. Mana bu tomirlarni kavla olish kerak ekan. Qurib qopti. Gün zo'r ekan bu yerda. Mollashib, mana o'tinlar. Ha, sen? Mana shu yerga bir o'tirib kelsak bo'lar ekan bolalarni. Bo'ladi. Qara, o'tin naval. Xohlaga o'tinni olib yoqasan. Ha, mana bu. Nima bu? Mana bu. Qotirang'i emasmi? Bilmayman, qatirang'imi bu? Qotirang'i ekan. Yong'oq ekan ekan. O yong'oq. Hovuz. Suv lishni ekan. Mana shu hovuz kavlatib qo'yalasizmi dedi. Yo'q. Oma. Toza bo'ladi va. Ha, molam suv cho'ratdi dedi, o'g'illar. Kavlatib olib tashla dedi. Mana shu Samsung sig'armi? Ana tol. Omonjon aytdi. Ha? Turba işte ko'milib ketgan mana. Mana bu buloq, mana shu asosiy ko'zi mana shu mana. Ha? Berlar Xudo berganda oldi qara. Lata baylab qo'yibdi uni. Alginga. Yerxo'l bo'ga. Ha, asosiy ko'zi bu yerda. Mana shu yerda. Ko'rasanmi? Shildir deyapti. Buni tozalash kerak ha? Buni ko'zini ochsa zo'r bo'ladi. Demak, turba shu yerdan ketgan ekan, pastga. Turba mana shu yerdan ketgan. Bu turba ham bu bir paytlar yashnab yotgan joylari bo'lganda o'rtoq. Bir paytlar вообще mana bular qulab ketib, manaqa qo'ra toshlar bo'lgan. Echkilar shu yerda yotganmi? Yo'q, aylantirib boqqa mol kirmasligi uchun to'sqanda endi. Ha, u yoqqa qilaver, bu yoq. Mana shu Yerxo'l bor. Omonjon aytadi. Omontoy. Mana suv ham qoqyapti. Bu suvni o'ra qilmabdi. Tolni qarang. Mana shu Yerxo'l bormi? Joylar. Mana bu hovuz. Suv oqyapti mana jildirib. Hovuz. Bu yoqqa suv bormay qo'yibdi. Mana shu bakalashi tiqilgan. Mana shu tog'lar Yerxo'l bor. Shu yo'l o'tib ketgan.